Zaps Ketdikan. Ketdikan. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Assalom deganda ochlar gullar, assalom deganda sayrar bulbullar. Davom ettiring aka. Sayrang. Bulbulim. Sayrayapti hamma joy, sayrayapti butun dunyo, sayrayapti YouTube, sayrayapti biz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu notada biz boshlaymiz. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi akalar? Mana sizlar uchun special Xorazmdan For me. for him for Gabriel For here. Quantum World Championship. Ulan dunyosini ochgan Tengsizlikda inson. tengsiz, Quantum dunyoni ochgan inson Garri Koko, Gabriel Elmacho sizlar bilan Vechni. birgalikda. Assalomu alaykumlar yana bir bor. Bugun xudo xolasa sizlar bilan birgalikda yangi son, yangi videolar bilan birgalikda kuzatamiz. Yangi homiyim. Tamji ambasador. Shuning uchun like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab o'tiringlar. Akalar bularda yangilik bor ekan. Ya'ni endilikda sizlar Telegram bot orqali podpiska qilib eksklyuzivniy videolarni o'sha tomonda ko'rishinglar mumkin bo'lar ekan. Narxi qancha desanglar, akalar 30 ming so'm. 29 ming. 30 ming nima? 30 ming qimmat. 30 ming emas asho. Shu ikkita chehra 29 mingga arzimaydimi? Arziydi-ku. O'shaning uchun podpiskani sotib olinglar, mana bular ham harakat qilyapti, bechoralar puli yo'qda bular. Like bosinglar. Gap pulda emas. Gap e'tiborda, to'g'ri. Gap mehrda. Gapingizda ijjon bor. Ijon vallahi aka, olib kelmabsiz-da. O'shaning uchun men bu videoda 50 mingta like yig'ilsa, keyingi video qorlarning orasida bo'ladi deb tanka ont ishdi. Bo'rlar ichida. Qor akalar, tog'da, qorda reaksiya bo'ladi. Va 50 mingta like. 50 mingta like bo'lsa. 50 mingta bo'lgandan keyin G'ayrat 50 mingta bo'libdi deb jo'natib yuborsin. Nima qilishim kerak emas deydi. Sahaylik bu meni problemam emas. O'zing olib oldim. Palatkada o'tirib olib. Akalar, videoni boshlashdan oldin har doimgidek qaytarishdan charchamayman. O'sha komment, o'sha like va o'sha podpiska. Iltimos. Albatta. Bu safar mana special mehmonimiz G'ayrat bo'lsa, Gabriel deb komment qoldirishinglarni iltimos qilib qolgan bo'lardim. G'ayratning hurmati. Bir Kim G'ayrat akani yaxshi ko'rsa like bossin. vo. G'ayrat yapib. Yomon ko'radiganlar ham bor. Yo, like ko'proq baribir. Bo'ldi. Bosinglar shuni qilib mana Bir aktiv ko'rsatib beringlar. ko'rsatinglar. Hazil jigarlar, hammaga maroqli tomosha deymiz. Yegani bilan hisobga olinglar. Albatta va biz unda yexila jigarlar. Yexila. Qani. Добро пожаловать в Voy! Voy, adashib ketdi-da u. U adashib ketdi. Yo, Mobile Legends'ni xuddi bosish kerak-da 10 sekundda. Voy, o'ziga tiqib oldi. Azatda o'yinga kirdi. Zatosvet qildi. Og'iz chayvaveradik. Voy, onangni emmaga. Zo'r boshlandi video. Ko'z tegmasin. Hoppa. Plip qiladi. Mashina endi yo'q bor. Yo. Kechiringlar bo'ldi. Sup uchirib yuboramiz. Kechiringlar. Xolasanglar kechiring. Mario Brothers. Hazil jigarlar. Hammada bo'lgan Hayoti. Ketadi aka. Ayniqsa burunda turadi. Hozir olib ana bunday apparatini bunday qilib qo'yib qo'ysa, undan ham dahshat bo'ladi lekin bor. Qaytarilyaptimi? Buratam buzmayapti alunnikalik. Dakasa davom etyapti deb bilyapti. Ana yopishtirishini qarag'ami. Mana qo'y. Nimagadir xijolat qiladi odam mana shuni. Ana qoraydi degani. Yo'q, men gapiraman to'g'ri. Siz Gabrielsiz aka. Sizni qoningiz jadidlar qoni oqadi. Umuman hozir Barberlarda zo'r narsalar chiqib ketibdi Muhammadga. Bunday anaqa kazino ko'pishtiradi, bunday qilib manoq turadi.
Aka, men shu oxirgi marta siz bilan ana soch uchun 600 ming so'm berganingizni ko'rganimdan keyin men umuman unaqa joylarga borishga qaror qilmaydigan bo'lganman. Ha, 100 ming so'mga choch oldiraman. Mani kimga chiqarib qo'yaman? Olamam, 253. Yo'q, bitta joyga bordik endi u massajlarni kutashyapti-da. Ha, orqadan men bu bo'yimdan bo'lmasa aka, voy, pul hamma pulingizni berib yuborgingiz keladi-da. O'tkazib qo'yib masajni ham qiladi. Mana o'ylab turibman, tanka bir 50 ming, 100 ming bergandir, siz desam, jiddimisan deydi. Uni pulga kofe ichadi bular deydi. Bor ekan-da unaqa joylar ham. Bor. Servisi, boshqasi. Vashi kechki bitti. Aka burada Audio. Kim aytdi baqir? Audio kitob aka. endi u ana jamoadoshlari bilan dars qilayotgan bo'lishi mumkin-da. Yordam so'rayotgan. Telefonda anaqa ketadi. Yordam ketadi. Ha, men x, y minus to'rni darajasi qanaqa bo'ladi degan bo'lsa, o'sha yerda endi yordam beradi-da. To'g'ri. Yaxshi tomonni o'ylash kerak-da. Ha, shuning uchun Sinfdoshlar bo'lishi mumkin. ha, ota-onalar noto'g'ri tushunmanglar, bolalaringlar telefonda o'tirgan bo'lsa, u dars qilayotgan bo'lishi mumkin. Mumkin. Ha. Maqsad nima edi? Voy. Ko'zi yubbani ham bor. Smurf bo'ldi. Ko'zini ichiga ham kirib ketish shekilli. Ana bo'lmasa. Ana trudniy. Nimaga? Mana shu uvol qilib nima keragi bor shuni? Endi Nothing beats a Jet2 holiday. Voy. Right now, you can save 50%. tilka kirib Psixopat ketib qoldi. Voy onasi. Voy bechara. Asabiy ekan-da. Ono! Ты как со старшими разговариваешь, сынок? Упал общался. Ulan, o'tib ketdi. Mana uvolda. Ibi. Voy qora to'rtagan o'zi ham. O'zi ham ha? Yo, to'rtta o'zi ham. Yo'q, qora to'rt ekan o'zi ham deydi Marat. Replay qilinglar akalar, replay qilinglar. Voy qora to'rtagan o'zi ham. To'rtta o'zi ham qori. Stop it. Kilometr. Yana boyagi muzika. Yo, men boshqa ma'noda aytdim lekin. Voy. Ibi. Qot. Ko'ryapti. Men buni bilmadim, u qasdi borish kerak. Yo, uvol qilish nima keragi bor? Lekin pauzani yomon berdingiz lekin bor, qani. Priyuga zo'ragan. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Click. Gonna know. Kuli. Voy maraz, How would chita. they know? Qarab tushar ekan. Voy turdi. Yana turibdi. Bu nima? Yo, kley emas. Ancha. Su aka. Kley bo'lmasa qanaqa qilib unda? Bilmadim. Nima bo'lishi mumkin? Nabrut sirg'anchu narsa qilmaydi-ku. Sho'da. O'tdan qanaqa tushadi keyin? Yopishib qoladi-yu. O'shani o'ylayapman men ham. Ammo naqsa qo'yib yuborar, qo'lishini tushishi mumkin lekin. Qolib ketsa. Ketdi. Qo'lni orqasiga qo'yib, sekin ketyapti. Yashab olaman, harakat qildim. Shunga harakat qilyapti deb o'yladim ham bor. Zato harakat qildi. Xuddi yordam ber. Yordam qo'lini cho'zish bu qanchalik muhim. Cho'zdi. Endi ham o'tib ketsa ham bo'lardi, Shunaqa to'g'rimi? baraka topsin shunaqa insonlar. Zo'r. Gap yo'q, ani mashinangizdan tutun chiqayotgan bo'lsa, yoqib yuborib ketib qoladigan odamlarda ular. Desa yordam berdim. Yaxshi bo'ladi. Baraka topsin. Hop. Tez o'tdi.
Anka sevadilar shunaqa bolalar odamlar. Mazza qilaman. Mazza qilaman. Oynani ochib, ikki og'iz yaxshi gaplarimni, tilaklarimni kelajakda uydagilarga salomlarimni aytib qo'yaman deydi. Voy, orqaga qaytyapti. Ha, malades. Dalshi davom etamiz. Yo, o'zi yo'ldan o'tayotganda reski o'tish kerak-da, o'rtoqlar. Ana cho'zilib turib, Ano, какой сегодня хороший. А, всё. Bo'ldi. Mashinani ichida o'tiraman. Mayga anu hali ham eslayman. Пью сегодня juice deydi. Солнечный сегодня как солнечно. Пью свой juice. Ichim usilib Mamut qoladi. bo'ladi. Kimsa? Ikkinchisi Jalka aka. Voy, to'g'rilab razmerini. Nima zahri? Qiyin a. Menda ham shunaqa lekin. Oldin shunaqa edi. Hozir endi o'zimga Xudoga shukr pazvalat qila olaman. Yoniga ham qo'yib Buxonka nonni. Bundoq buxonka nonni kesasan, mana bundoq bo'ladi. Ikki albasani bundoq parra qilib kesasan, bitta qo'ysang, nav yoqqa bo'ladi. Men gohida nima yeganimni ichganimdan keyin bilaman. Aka shunaqa paytlar bo'ladi-ku masalan. Uni Qattan bilasiz. Qach bo'lib qolgan. Voy, hayrat turibdi. Unitasi tepasidan qara. Voy. Yo, keyin sezasiz-da uni. Qachon? Demak, yaxshi narsa yemagan ekanlar. Xotin! Jo'xori qachon yeydi? Qazim Yo, bokni teshkirib o'tirmayman. Akalar sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Birisi og'riysa, demak yaxshi narsa yemagan. Ha, og'risami? Ha, bu vashshi ekan. Bu to'g'rilab o'tiribdi, chekkalarimda. Voy, nimadan asudiyada o'tiribdi. Moise, No, Yig'laveradi hozir. Moise, no, Moise, no, Voy, mo'yisda qasdi bor ekan buni. Mason, no, Moise, no. Oy, ne yapıyorsun? Ne dokunan yani? No, Faqat mo'yizmi deydi. Moise, no, Moise, yes, Voy, o'ldiradi hozir. Yo, mo'yizi. Oh, zo'r oti. Tayyor turibdi. go, Tommy, yes. Voy. Qasdi bor ekan buni. Voy. Moise, Yes. Bo'lak shaylanib turadi. Voy. Voy, gapirmasdan almashot. O'tirmasdan almashot. So'ragani. Voy, solish ketadi o'yladim ko'zim mag'rur. Bu video qirqilgan menimcha. Oxirgi Songacha emas. Mag'rur ketgan. Plasman bu довольный bajaradi qara. Amna qara endi. Bechora bola. Pastga o'tirgan bratni qaragan. Pastda brat ham bor Bu ekan. bor ekan, nima Вообще kerak emas odam deb o'tda borib. Ko'ryapti. По-моему, rasm просто. Umuman e'tibor bermabman, borib unga. Aytganingizga qarab. Bir soatdan keyin kelsa 1% bo'lganman, to'lganman. Yo, olib ketadi archimamiz. Mana xuddi shunaqa bo'ldi. Yo'q, Ha, olib ketadi. Hannada 2%. Siz ma'qulsizmi? yo'q. Hannada aka. Menda telefon pastga tegilmaydi hamda, o'sha turgan joyda turadi. Yo'q. Agar kimgadir telefonni ko'tarmay qo'ysam, eng asosiy Telegramdan bilaman-da, tanka so'kinib yozgan bo'ladi. Bachara qursa. Chunki uni qaralmaydi-da, o'sha yerda turadi maga. Da, nima iloji boricha mana shunaqa bir 5 minutga bo'lsa ham qo'yib, keyin chiqib ketaman. 5 minutga. Oladi hamda. Yo'q, Hannada. Yo'q, mashinada olib ketaveradi. Zaryad slabida aka, telefonni qarang. Telefon zavod qurdirib beraymi Namangandan, Mashhadga. Pro Max Bitta olib. 17 olib bering. Bo'ldi. Bitta ishingiz. Yangi Bitta nima? Bitta ishingiz. Bittami? Bitta. Qachon? Yangi do'kon reklamaga chiqadi, kompyuterli do'kon. Voy, mara. Voy. Manga nima deydi hozir? Sizlarni videoinglar bor-ku. Watch the juice as I pour it behind the napkin. See nothing behind it. Nothing. Qanaqasiga katta stakandan kichkina stakanga to'ldirib qo'ydi. I know you have a cup behind the napkin. Illyuziyadir. Right there.
Ha, stakanning chetida bo'shliq bor. Ha, stakanning ichida emas, atrofida. Двойной dno yana. See nothing behind it, nothing under it. The juice. Kofelarning ko'pchiligi mana shunaqa sotiladi-ku. 90% mana shunaqa sotiladi. Illyuzionni anavda. Kofelari? Kofelarning anu nimalar bor, kolalar bor, bilasizmi? Yo'q. Mana Qanday shunaqa. bu? Hammasi mana shunaqa. Katta idish kattada faqat sig'imi unaqa emas. Nozi Yaxshi. Yıkanım yasını kolu kızcıdı. Ha, qanday? Как это, что, где, чё? Da degani ha degani esicha. Гарри, Google переводчик. Гарри переводчик. Zo'r shug'ullanar ekan. Nimadir qilib qo'yadi hozir. Yo'q, ustidan o'tarmikan. Yiqiladi hozir. Ona. Orqasidan maskara qilyapti. Sizlar ham mashq trenirovka qilasizlarmi? Albatta aka, bu eng anaqa bu qizish bu. Sizlar trenerlar ham Просто qizdirib olish. mashq qildirasiz. Ha, o boshida обязательно. Qizib olish uchun aka, qon yugurish kerak U sizniki. misalarda. Anaqa. Yaxshi lekin. Keyingi safarga shunaqa qilamiz, boshlaymiz. Trenerga bag'it Treshlaydi. Hop. G'ayrat aka xuddi shunaqa o'ynaydilar bori. Ha, men qilaman. Hop. Urolmasa. Eshikni oldiga ko'p ketdi. Qimillamadi ham, anaqa qilmadi ham. Foyda ham yo'qda undan. Aka Men yomon qilaman bularni. Men mana Messi, Ronaldo, mana shu odamlar bilan meni pokoleniya ham bittada. Uruyni daraja mana shunaqa. Managacha keyin o'lib qolsak. Hazırla bana geçecek ya. Hey! Bana geçecek ya böyle pasanam. O'sha legendarniy ovoz bo'lgan paytda ham men ham o'sha yerda edim. Yo'q. Yonida turib kelmaydimi aka? Mana yetingmi? Mana yechki o'lib qolsin. Mana yoqqacha kelsin, sen ular chiqib. Yomon o'ynab Managacha qo'yaman lekin mana. Ya o'zi bir yig'ilib futbol o'ynab turishimiz kerak. U yaxshi fikr emas. U yaxshi fikr emas. PlayStation'da. U bo'ladi. U yaxshi Voy, variant. Ajoyib. boshqa gap kutmadim o'zi. Qarangda, shortingni kiyib, oyog'ida butsa bilan yana yugurish kerak. Bitta to'p Eng yomoni, Bitta to'p ketidan shuncha bu. eng yomoni tekinga yugurish kerak. Marras. Yo'q, yana pul ham berasiz poylaga. Yugurish kerak. Ya, Ya. 10 yilcha yaxshi o'ynasak, boshqa qilsak, keyin anaqaga o'tib, ayyoman pensiya chiqib ketadi. Yo'q, aka, u ne variantda, u. Ne varianti. Pro ligaga chiqmoqchilar. Kattalardan kimdir nima bersa, undan yugursam bo'ladi. Lekin hech narsa yo'q. Ha, desa. Hech narsa eshitilmadi degan umiddan. Aha. Da. Voy. Nimaga to'liq qildi? Voy, bashara ketadi hozir. Qaytararmi? Voy, bashara ketadi hozir. Men ham shunaqa qila olaman. Men ham qilaman shuni. Yo'q, men hozir qilaman. Men qilaman hozir. O'ligini xorasimga jo'natish qimmat bo'ladi. Mashina qilaman hozir. Mashina qilaman. Mana suv yo'q-ku. Mashina qilaman. Taqirda suv olib turaman. Bo'ladi, men qilaman hozir. Qo'yib yuboringlarmi? Men hozir qilaman men hozir. Ishlayman Men hozir kamerada men mashina qaytaraman. Yo'q, ishonishdi aka, ishonishdi. Bo'pti. Men hazillashmayman. 50 mingta like yig'inglar Telegram kanaliga Ha, qo'yamiz. 50 mingta like plus mana shu video bo'ladi. Men qilib beraman shu. Vesim 105, esichu. O'zimdan oldin vesim pastga tushadi va. Ey akalar. Xullas. Hattan ham shu Telegram Baxtsiz like qiziqib qilaman dedilar. Ushlab qolsak ham qilishim kerak deb. Men aytdim, bu yaxshi bo'ladi hammasi. Biz menga ishonishinglar kerak. Ishonch bu katta narsa aka. Bunaqasi yo'q hech qayerda. Yomon bo'ldi lekin aka. Men ishonmadim. O, men qila olaman. Titanikni cho'ktirganim men bo'laman o'zi. Kalla qo'yib turibman. O'sha payt tualetda o'tirdim men. Faqat bilaman korpusini tish o'tishini. Baxtsiz hodisa.
barcha turgan ekan. Voy, He survived for 3 months. 3 oy tirik yurgan ekan bu o'yinda. Три месяца выживал Project Zomboid, уничтожил эпизоды, но в итоге не справился с вождением авто. Женщина за рулем классический. bu o'lib ketadi. Qanaqa o'yin bu? Haqiqiy kunda hisoblanarmi? Tipani onlaynda постоянно kirib, yashab, anaqa qilib yurish kerak. Zombi apokalipsisda. Voy. 3 oy 2 kundan beri o'ynab, 521 ta zombini o'ldiribdi. Oxiri avariya bo'ldi. Opa depressiyaga kirib ketdi endi. Ishni o'zi aytaman-da shu. Rol endi baribir anaqada, mashinada, sizlarda hamma anaqa. Sizni gapingizga hamma qo'shildi shu yerda. Ishonavering. Yo'q, kesilmaydi. Kesilmadi. O'ylamay gapirib qo'ydim. Kesganni Bu joyga uyda kechirim so'rayotganingizni videoga oladi. Hazillashdim. O'zi unaqa demoqchi emas edim men deb turasiz. Yo'q, realni unaqa demoqchi emasman. Ha. Men majburladim-da sizni. Ha, siz majbursiz, tanka. Bizdan tortma. Men mashina olib berganman. Shundan aytibman, bular ham olib bergan ekanlar-da, men shunga hozir naqd qoldim. Bekor gapirdim. Tushunyapsizmi? O'rtoqlar, men Burma bormi? Yo'q, Men tushunolmayapman. yumor umuman boshqa darajaga chiqib ketgan. Yo, biz vashya Endi o'ylash kerak. yag'ar tomonlama o'ylasa, masalan, qora o'yladan qamchi bo'lmaganda, Qamchi qora bo'lmagan, emas-ku. ha, hozir qora ana qilib qamchi bo'lyapti. Bular buni o'rgirib qo'yapti. Tipa teskari bo'ldi deyaptimi? shu hayot ana o'zgarib ketib qoldi degandek qo'yaptimi yoki tushunmadim men ham. Tipa stolni o'rgirib qo'yapti. Xo'sh. Nimaga o'g'ri? Hayot aylanib teskari bo'ldi. deydimi? Tipa yo, men bu oqni boshqarib Xullas, Men o'ylayapman, tortmani bekityapti deb o'ylayapman. o'g'ridanmi? Ha, teskari hayotda ma'nosini bildiryapti. Da, menimcha o'rgirib qo'yapti-yu. o'rtoqlar kommentariyaga yozing. Zamon o'zga. Biz ham tushunmaydigan yumorlar paydo bo'lishi boshladi shu bormi? Bilam rivojlanish bor deganim. Kimda? Yaxshi. Double turn. Изменилось. Как того, stratolad kunuta. Ha. Situatsiya изменилась deyapti, o'zgardi. Siz aytganingiz haqi bo'lib chiqyapti. Ana nima deydi? Ana O'zgardi, hayot o'zgardi deganni aylantirib qo'yapti. ana bu inglizlarda anaqa bor ekanda. Maqol deydimi, nima deydi? Tushda gap bor, no, ma'nosi boshqa bo'ladi-yu. Table turned. Ta, table turn degani Situatsiya o'zgardi. Endi anaqa deyapti ekan. Lekin jaffigoviy primer. Da, вообще qiyin. Значит, so'z ma'nosini ko'rsatib bermoqchi bo'lgan ekan. Bu angliskiyda o'zini inglizlar maqola gap tushunadigan, bor ekan shunaqa. Table turned degan. 200 mingta odam tushungan degan. The tables have turned degan gap bor ekan. Shunaqa anaqasi bor ekan. Hayot anaqa o'zgaradi degan anaqa shekilli-da. Ana nima deydi? Kambag'alni ot ustida ham it qopadi degan gapga o'xshagan boshqacharoq anaqadir gap bor ekan. O'zini maqola. Zo'r gap ekan, gap yo'q. Bilib qo'ydik mana. Oxirigacha yetdik mana. Hamma hayron. Bizni kanalda yumorni oxirigacha tushunmasdan chiqib ketmaysizlar. Tushuntiriladi. O'zimiz tushunmasak o'qib tushunib olamiz. Bilsanglar bilarsizlar. Nage siz qattiq ketib qolasiz, nage, cho'tam. Ох, пошли! Остановись. Yo'q. Serbiya. Voy. Ha, yo'q. Ya, iyo. İyi ketdi. O'sha. Masdan uchamizmi? Prostinadan. Toshkent City'ning tepasiga chiqamizda, u puli deb yozdiramiz ana unga ham. Aka, Zatoch o'lib ketsak ham reklama kuchli bo'ladi bu yerda. Ikkita jinni uchaman deb o'libdi degan anu bo'ladi. Ko'tarilib ketamiz aka. Nima kerak bor? Mana bular uchayapti. O'zimiz yerda yotsak. Zato tarixda Uchaman. Ana bitta ahmoq tarixda qolaman deb nimani yoqib yuborgan-ku? Eshitganmisiz? Nimani? Rimdagi katta kutubxonani. Oy 2000 asrlikni ana uni kutubxonani yoqib yuborgan tarixda qolaman deb jinni. Qolgan lekin hozir mana eslayapsiz. ha
Lekin shuncha narsani yoqib yuborganda miyasi yo'q. Voy. Oy, eshitmagan ekanman bu narsani. Men bilan yursangiz eshitasiz. Bu intelligentli narsalar. Voy. Soqol olyapti, soqol olyapti. Shunaqa olam Xorazmda. Yana uradimiz. Voy, onasi esa like qara. 10 million. 9 million. Voy, bu prasmotra qancha? Hozir nega uryapti shunda bu? Просто. Kuni yaxshi o'tmabdi aka, sartarosh ancha. Rasmini ko'rsatib yana uryapti. Voy, onasi. To'sni uryapti yetimay. Har bitta urganda ko'zani qo'yib turadi. Voy. Dakansa. Bu nima ekan bu? Tok anaqani o'tkazyapti. Fazaga o'xshagan narsa, u yoqdan bu yoqqa o'tkazyapti. Biz fazani umi? Vrachga turdingizmi? Hozir chiqib ketishini siz ham. Ana qo'lidan tushib ketib, ana unga tegishini kutdingiz. O'zbeklarda ham qilishadi, ana har bitta urganda Ha, biz shunaqa o'tirdik-da mana bu kamera o'rniga. Oy. Ko'rmayaptimi? o'tkazyapti. Lo mejor nunca se sube. Bu yoqda qorani ekan. Yaqin. Yo, filtrlar ham anaqamikino, odam ajib. Yo, o'zingizni oqlamang-da. Hozir endi. Bo'lgani uchun ko'rmayapti uni. Filtrini. Yaxshi inson masalasizlar ikkalang. Nimaga? Nima qildik aka? Men bunaqa narsalarga men chidolmayman-da. Siz yo'q deysiz ham bunaqa Men narsalarga. men yo'q deyman bunaqa narsalarga. Yaxshi. James, that is an awkward stance. What is he? Toyib ketdimi? What on earth did I just see? Heinberg with his second shot on 6 sets himself up looking for the forehand. Yeah, this is high, flexing back. But in! What is this? 430? Oh my jeez. Oh my gosh. He's gone. Oh my gosh. He's gone long of the basket. Golfda Mashtaqa sport turida endi. nima ekan nomi aka qizilmanga? Is The glow. a chance? The glow. Voy, ana unga tegib bir ketdimi? James, that is an awkward stance. Qaytarilyapti. Bilmadim, buni nimaga qo'ygan? Bu ham mashtaqa sport turida. Qanaqa? Sport turi sizlar tosh ko'targani boryapsizlar-ku. Bular ham boradi-da. Nima sport bilan? Men sportsmenman dedim. Ha, voy harakat qiladi-ku, hamma joyi harakatda bo'ladi. Bu menimcha aka tarilka otish bo'lsa kerak-da. Qo'lidagi tarilka-ku. Tarilkami? Da, albatta. Ani nayza otish bor edi. Endi tarilka otish ham bor ekan-da. Ha. Yo'q, lekin gap yo'q. Uzoqdan shuncha направление bilan. Uni otib qo'ydi lekin brat. Otoq ekan-da. Otoq ekan. Braziliya tomonlardan o'zimizning seriallar uchun ajoyib ssenariylar yig'ib keldim. Flamingoning braziliyalik himoyachisi Leo Pereira Eder Militaoning sobiq xotini Carolina Limaga uylanib, Ederning qiziga o'gay ota bo'ldi. Bunga javoban Militao Pereiraning sobiq ayoli Tayna Castro bilan munosabatlarga kirishib, Leoning bir emas, 2 farzandiga ota bo'lib oldi. Qizimning o'gay otasi farzandlariga o'gay ota bo'ldim. Gap? Nima? Xalq nomi bilan mashhur Givanildo Vieira de Souza 2007-yil Iran Anjelaga uylanadi. 2019-yilga kelib esa u bilan ajrashadi va ko'p o'tmasdan Iranning jiyani Kamilaga uylanadi. Hozirda xalqning xola-jiyanlardan umumiy 4 farzandi bor. Erim tug'ishgan jiyanimga kuyov bo'ldi. Brat lekin zo'r ekan-a? o'zi ana nima deydi? Tizzadan
pastroqga shu cho'kib bo'lganmiz o'zbek kinosida. Yana cho'ktiryaptilar. Ustiga chiqib sakrabdilar. Takansa falokatga O, uchratmoqchi. o'ldi. Aka dabit qilyapti. Tap otdi. Mabodo degan. Bir-birini xotiniga uylangandan ko'ra o'zini xotinini boqib, o'zini bolalari bilan anuksa bo'lmasmikan bu? Ne endi bu? Endi siz futbol sohasiga qiziqyapsiz aka. Yo'q, qiziqyapman-da, bular xotinlarga nega qiziqishini bilmayman-da. U yana xotin kishi, ikkita bolasi bor. Da. Va onangni emmagur, yo'qmi boshqa? Yo'qmi? Shuncha puli bor-a bularda? O'sha aytaman-da. Xolalari yo'qmikan bular, ammalarimi? Jiyanimi o? Berishadi-yu. Lekin g'ayrat ani voy, cho'kib o'tgan joyga bundoq borib pichoq bilan pistolet beryapti. Otda tashladi. Otdaja, hayvonlar! Aka, yana ikkita bolasi bor ekan, bir-birini xotinlaridan. G'alati. Jinni bular millionlab puli bor. Shuni aytaman-da, akalar, qaysi aqlli qilmasinglar-ku, hayotda qilmasinglar. Qilarmi deylar, ikkita bolasi borga borib yoniga. Bilmadim endi, balki bordir shunaqa. balki. Yo'q, tavba qildim. Yo'q, endi nima, uni yomon joyi yo'q. Nima? Uni yomon joyi yo'q. Nima bo'pti bolasi bo'lsa? Nima bo'pti bolasi bo'lsa? Men bolasi demadim, bir-biriga Siz unaqa qilmang-da, siz ham tanka. Uyalmaysizmi hozir? Ikkita bolasi bor degan nima, endi hayot tugadi degani emas-da. Voy, qara. To'g'rimi akalar? Voy. Meniki to'g'ri, bularniki qiyshiqroq. Nima haqida gap ketdi? Gap. So'z, mani so'zlarim mani ko'pim qiyin. Aylanib kelyapti mana. Bizlarga aylanib borar ekan. Ha, sizlarga aylanib boradi, meniki framoy boradi. Yaxshi. Da degani Nima gapiravering. yaxshi narsa. Gap nesmi? Mana shunaqada o'ynab ko'rganmisiz? Yo'q, men hech o'ynab ko'rmaganman. Hech qayerda ko'rmaganman. Oyog'i yo'q ekan u. Yo, men uni so'raganim. U qanaqa futbol o'ynaydi? Mana qilib Amerikalarda mashhur. Qanday o'ynaydi? Tango o'ynagan. Mana o'shani ko'ryapman-da. Yuqoyam odam mashta bu. Voy, yuradi mashta Voy, mo'qara uni qara. Sizlar ham akalar bunaqa narsalarga biz qarshimiz aslida. Voy. O'ta qarshimiz. Qatdan kelib qolganini hech ham bilmaydi даже. To'ppa to'g'ri. Voy. Mana shunaqa o'ynaganmiz aka? Yo, o'ynab ko'rganmiz? Ya bunisi ishlaydi, lekin mana shu oxirgi ishlaydi. Hozir dabit qilib tashladingiz-da siz ham hozir. Nimani men prosta so'rayapman aka? Men umuman Siz ham tepangizda unaqa turadi. Olib bilan ustaxonaga ketaman deyotgan obunachilarimiz uchun Nexia 1 ni tavsiya qilamiz. Kraskaning toza joyi umuman yo'q. Toza joyi umuman. Yurgan masofasi aytganimizdek bedarak. Nima o'ylayapti? Necha yil o'zi, ha? Mana otim nima edi? Bu mashinaning eshigini ochishinglar uchun ichida bitta odam bo'lishi kerak, ichkaridan ochib beradi. Nimalarni ko'rsin. Aytganimizdek kilo olib ham sotsa bo'laveradi. Kilosi 18 ming so'mdan ekan. olib bilan soxonaga ketmoqchimiz. Aka, mana shu borib deyman-da. Hozir chiqarib yotibdi-ku bular mashin. Borib mana shu mashinlarning kilosiga hisoblasa kerak-da. Seryozni aka, men uni qarang-da. Lekin o'ta qimmat bo'ladi kilosi. Eng qizig'i qarang-da, mana bozorda tiqilib ketganda mashin tiqilib yotibdi. Lekin qimmat. Hali ham qimmat-da. Masalan, Cobalt, hali ham Cobaltdan foyda qilishyapti-da. Kim aybdor hammasiga bilasan? Yo'q, o'zi aybdor hammani. Mani nima daxlim bor bu o'tgan? O'zbekistonga Cobalt kirgizgansan. Yo'q, meni daxlim yo'q. Echamizxon akam. Men bir ikkita videoda gapirgan bo'lsam, aka meni it, men u daraja emasman. Cobalt sila. Cobalt sila lekin.
Lekin puli ozgina arzonlash kerak edi. 12 ming turmi iddao aka, 12 ming hikmasida onang. Sen borsan o mingdan tushmaydi. Yap yangi mashina 200 kilometr yurganman. Eshigi hali ham tuzalmagan onang deb qattiq yopish kerak. Eshik yopilmaydi barrasi. Yopsiz, manimda zazor turadi. Zazor turadi. Sen qaragan Braziliyada ko'pirtalar o'yirib televiziya. Cobalt legenda aka. Cobalt legenda aka. I V Xabar. X-I bo'lib ketadi. Rim sonlarini sanayapti. Qiyin bo'lgan ekan oldin. Yo boshqacha aytilganmi? Yo sonlar menimcha aytilishi boshqacha bo'lgan uni. Nimaga unda rimskiy sifra deydi? Endi harf bo'lmaganda u payt. Harf bo'lmaganda. Ya eshitdik harflar endi chiqdi-yu. Harflar yaqinda paydo bo'ldi-yu aka. Yo'q. Voy, yaxshi gap bo'lmadi lekin shu. Samarqandda ayol alimentni o'zi to'lab, erini qamoqdan chiqarib oldi. Jonkanmani. Sasuvchanmani. Asadjonmani. O'zimni jonkanmani. Qanaqa bu alimentga Aliment to'lamagani uchun orqali ajrashgan, aliment uchun qamab qo'ygan. Boshqa bo'lgan, lekin xotinda muhabbat uyg'onib, o'zi pulini to'lab, alimentni chiqarib olgan. Unda nega qamatgan? U payt urushgan bo'lgan. keyin yarashib olishgandir balki. Endi bunisi bizga qorong'u aka. Voy bu IQ'si dahshat u. Men o'zimgina pastda yuruvdim, menikidagi ham nima pastda. Pulni o'z-o'ziga berganmi? O'ziga o'zi beradi, boshqa nima qiladi? Ha, komissiya oladi, aka komissiyasi bor. Yo'q. Ha, yoribdi lekin bor-ku. Albatta. Eri endi qo'rqib yuradi. O. Pakistonlik. Manta turibdi. Voy lekin realni yuradi, shu Hindistonni qiladi. Shunaqa. Tepa tomda ham mashina. Bular pul bermasmi? Yo'q. Pul bermaydi bular. Bermaydi. Ichkaridagilar berarsa kerak. Ichkaridagilarni bilmayman lekin. Menga-ku bilib bo'lmaydi. Ichkariga o'tish uchun yo'q, tashqari past bo'lyapti. Ichkarida boshqa havo olib bo'lmasa kerak. Pars degan bizda pars deydi, beton qilyapti, Bitcoin bo'lyapti. Bitcoin bizda pars bo'lyapti. Parch. Bo'ldi, bugundan ishlataman. Bugundan pars bo'lyapti. Alo. Asad oshdan tezroq tush, oshnama yetib keldim. Shaydaman. Tezroq tusharsan. Asad yetib keldim. Mo'shan o'tirsin. Bo'ldik soat shaydan. Sen shoshilma. Qo'lni ochdimi? Tartan tarqatdi. Voy tamam, shashlik. So'xona bizdmi? Qarta o'ynamoqchimi bular? Alo. Oka, zo'msiz, mazan yaxshimi? O'rtog'ini. Asaddan uyga o'zi uyni oldidan 4 ta shashlik. So'xona bu. Faqat mashinada. Yarim soat devon kutaymi. Qachib ketadi, mashinaga Aytib shundaq ham. Yo, anaqa tushundilarmi prikolni? Yo'q. O'rtog'ini olgani keldi. Hop. Keldik deb qo'ydi. Endi shu bilan 2 soatlarda tushadi mana ungacha ovqat yeb turamiz zakaz qilib. Og'aniz uzoq tushar ekanmi? Voy. Karta talqini u. Shaydan o'tganman. Alo. Biladi. 2 soat kutishini bilyapti. Lekin men unaqa inson emasman. Men biladi, mana hammasi biladi. Men vaqtida, punktualnisida. Joyida, mana tualetga kirsam ham chuk qiladi, tanka qarab, "U darrov chiqdingmi?" deydi. Tadoshi tanka hayron qoladi. "Yo'q, deydi." Keyin ha deyman. Menday tezkor odam yo'q. Men kuturgan inson emasman kimnidir. Gari tezkor. Tanishinglar tualetda eng uzoq o'tirgan payti qancha? O'shani ikkiga ko'paytirasizlar g'ayrat. Yolg'on aytadi. Mana shu keladi, aeroportdan olib kelaman, tanka mana shunda kirib chiqay deydi.
kech paytlarga ovqatlanib o'tirgan paytimizda "Yechar keluvmiding?" deb hayron qoldim. Har doim emas deb qo'ying-da. Har doim emas. Har doim emas. Ba'zida undan ko'proq o'tiradi. Mazmunli hordiq qoladigan joyda tualet ham. Albatta. Akalar, O'rtoqlar, mana videolarni ko'rdinglar. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Yaxshi videolari ham dahshat. Sizlar albatta qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa. Boya gap 50 mingta like. Boya anaqa nima va'da berganim esimda yo'q. O'shalarcha chiqarishga harakat qilamiz ha. Albatta, albatta. Keyin bularning platniy podpiskasi ham esdan chiqmasin, akalar. Telegram boti bor. Mana shu yerda chiqib ham turadi. Keyin video ostiga ham qo'yishadi. Gapiringlar, sizlar ochgan narsani to'xtamayapsan-ku. Gapirmaganinglardan keyin endi ani instinkt bo'lib qolganda. Ha do'stlar, mana oxirigacha ko'rganlar sizlarga alohida respekt kattakon. Shu joygacha ko'rdingizmi, albatta like bosib, obunani ham bitta qarab qo'ying, mabodo esingizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin va kommentariyada o'z fikrlarni yozib qo'yinglar, albatta. O'z fikridan tashqari o'sha so'z, haligi so'z Gabriel deb yozib ketsanglar kommentda, o'ta ko'payib ketsa bir o'ylab ko'ramiz, bir konkurs ham ko'ramiz. Hammanglarga rahmat. Tanka sizga ham, nima ham, ixa. Aka, sizga kattakon rahmat shunchalik. Xorazmdan ayamasdan kelganingiz uchun vaqtingizni rahmat. Kelaman-da biletlarimni olib berdingiz. Da. Shunaqa do'stlar, premium kanalimiz ekranda ko'rib turibsizlar. Shu orqali yoki bo'lmasa opisaniyada ham silka bor, bemalol kirib obuna bo'lsanglar, o'zi sizlarni ichkarida shu kanalda videolar kutib turibdi o'zi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan mana shu ikkalasi uchimiz bo'ldik. bizig'i Bizig'i bo'ldi. Hay.